Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve akıbetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik Tıluzur köyçi qarindoshlarimiz, bu qatimki dersimizge yine hoş kelibsizlar. Bizdeki bu qatimki dersimizdeki asas mavzui oldingi dersimizdeki davami. Yani savdo tijoratniki shartlari ustida to'xtalgan edik. Shu savdo tijoratniki shartlari mana bir qancha bo'ladi degan edik. Shuniki ichida savdo qiluvchi kishilar, oluvchi va sotuvchi kişilerde bulunan şart, onundan başka maqudun alay, yani çigildiğin neyse, yani mebininki üstüdeki bulunan şartlardır. Endi setilgan malniki üstüdeki bulunan şartlarniki içinde, men bir qancha şart vardı, onun da şu setilmakçı olan şu malniki üzü şer'i taraftan pakiz bo'lishi, onu mena menfaat aladigan mal bo'lishi, o setilgan malniki üzü o satqıcı adam resmi ega bo'lishi, bu malniki üzünü satqıcı adam setib oluvchi adamga topshirib beradigan bunda bir mal bo'lishi. Ondan başka mena 5-incisi bu malniki üzünü setib olgan adam onu bilish kerak. Yani bilishi deganda ma'lumoti, yani bilish kerak. Yani qandoq mal sifati, o'lchimi, yüzü almoqchi bo'lgan malniki yüz demakchi bo'lgan shu shakldagi malniki xususiyat va kazo kelib naskeraklar mana buni bilish kerak degan to'q. Undan keyin shu setilmoqchi bo'lgan malniki o'ziniki mana u sotquchi odamniki rasmiy qo'lida mana qabz qilgan bunda bir holatda bo'lish kerak deb mushundoq degan to'q. Endi 6-xilda mana bu setilmoqchi bo'lgan malniki 6-xil bo'lishga tegishli shartda yalqi malniki o'zi sotquchi odamniki qo'lida bo'lish kerak. Qo'lida bo'lmagan, g'oyib bo'lgan bundoq bir mal bo'lgan bo'lsa, u chaniki o'zida mana bu bo'lmaydi degan. Endi buningda bir qancha mana tafsiliy ahvol bor degan to'q. Anda bo'lgandan keyin yalqi egdochilik qilgan malniki o'zi o adamniki qo'lida bo'lmasa-mu, ba'zi bir mallar va uni qo'lida bo'lmasa tasarruf qilishga bo'ladi. Masalan, miros, vasiyat, omonat deganlardek bir mallarniki o'zini qo'lida bo'lmasa-mu, bo'lmagan holatda men vasiyat qilgan malniki o'zini ani setyaptim yoki mana shu beryaptim deganlardek bunda bir mal, masalan, falon mal menga beribdi ekan falon odam, bu malni men boshqa odamga vasiyat qilib boshqa odam beryaptinglar dese, mana bunda bir şekilde bu durus oldu. Ama bir adam bir narsani mesela satmoqchi ekan, satgan bo'lsa, o adam onu epti. Algandan resmi o malniki o'zini o adam qo'liga topshirib deb, topshirib olgandan keyin anidan bu adam o malni setish kerak. Anda olsa setish kerak, anidan bu durus oldu. Eğer o adamniki o'zi o malniki o'zini mesela bir setib epti, setib olgan vaqtida qo'liga topshirib olmay turib, mana u chaniki o'zida bu malni tek şu satqıcı adamniki qo'lida turib, bu malniki o'zi ikkinchi bir adamga meni satsa, bu qat'iy bo'lmaydi, durus bo'lmaydi. Chunki u adam amalni olgan bilan qo'liga topshirib olmay ikkinchi bir adamga setib olsa, bu shakl jihatda riboga o'xshab qoldi deydi olimlarimiz. Chunki u adam ikki bay'i qon bo'ladi. İki bay'i qon bo'lgandan keyin bu nima emas, bu duruschi emas. Ham uning ustiga mesela o malnete qo'liga topshirib olmay turib, o odamga setib olsa, o'chani o'zida bu malniki mesela yo'qolib ketish ehtimoli bor. Anda o'g'andagi bu talash tortish kelib chiqadi. Shuning uchun bu malniki o'zini agar satmoqchi bo'lsa, jazman o setilgan malniki o'zi bu yerda o odamniki qo'lidan mana bo'lish kerak deydi. Mayli o malniki o'zi yo'tkildigan mal olsun yoki o malniki o'zi yo'tkelmaydigan, mesela öy, yer, zemin deganlarda bundaq bir mal olsun, bu qat'iy nima emas, o duruschu emas. Mana bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadisi ve aldığımız dersimizde dedik.
Peygamber Aleyhisselam'a Hakim ibn Hizam şuna deptiken. Ya Resulullah, men bir mençi nesini men setip alıman bunun içinden nime halal, nime haram boludu diye vaxtı Peygamber Aleyhisselam sen bir nesini setip almakçı olsan sen şu nesini aş kolunğa tapşırmağın kadar onu ikinci bir adam satma diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki meni bu yerde nemisi var edisi çok bak. Anda oğan diken bu adamın üzeri resmi satmakçı olsa o mal ne? O adamdaki koluda buluşu koluda tapşırı edişi çok gerek. Resmi ötüp yötkildiği mal olsa yötkep edip aminiki dep mundakçı buluş gerek. Ama yötkelmediği mal olan olsa bazı adamlar bu nim boludu uçanın üzerinde bu dürüst oludu o deydi. Mesela öy meselesi de. Öy meselesi ki üzerinde o adam bir öyün epti o ağandayken yani aldım verdim tapşırı ağırlık hesaplanıyordu. Bunu da resmi tapşırıda yötketişinimiz yok. İhtimali çoğu yok. Anda o andaki bu canınki üzerinde o adam o öyünü elep ikinci bir adamga bunu bir boğandayken onu satsa onun boğan boludu uyada dürüstçü boğan boludu diyen bu mezmunda biz ötkenki dersimiz dep ötülgen. Haziramda yeni şu Saudi ticaretninki üstüde deyiladigan bazı bir şartlar var. Biz hazır şununki üstüde toxtalımız. Endi elim setim qavaqdaki üzüde bu iki tarafniki o'ttirzida talash tartishniki bo'lmasi uchun jazman bir hujjat bir guvochi qilib qo'yish kerak. Endi guvochi qilib qo'yish kerak degan vaqtning o'zida Alloh taolo Qur'oni Karimda vashidu za iza tabayatum va la yudarru katibun va la shahid degan. Qachoniki sizlar ilm setim qilsanglar guvochi qilib qo'yinglar degan. Men mani oldim, ma adam mani satdi, man pulga, men ma malni deb Belki deb ikki adam ya bir adam bir guvoch qilib qo'yish kerak. Yoki bo'lmaydi hujjat qilib qo'yish kerak. Buni Qur'oni Karimda mushtah nima qiladi buni buyurdi. Ammo bu yerda va ashidu zawai va ashidu iza tabayatub degan oyatga asosan ba'zi olimlar bu oyatdagi zohirniki o'zi bu yerda amr bo'lgandan keyin vojib ekanligini bildirdi. Vojib bo'lgandan keyin zot bunday qilmay qat'iy bo'lmaydi deb bundaqcha qaraydi. Yine ko'p sonli olimlarimiz yani fuqaha alimlerimizdeki köp sanlığı cumhur ulemalarımız bu ilim setip qavaqdaki üzüde muşu ayet asasen bu yerde guvoch qilib qo'yish bu yaxshi. Ubdan ish ama vücubçu emas deb bundaqcha qaraydi. Nima uchun? Chunki Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem'deki zamanından tatip ta muşu seleflerdeki zamanın ahirgichilik mana Cık adamda ilim setim çok kılıç. İlim setim qavaqdın özüde, her ilim set qavaqdın özüde bir adamniki bu yer şahit kıldığımı, kılmadığımı degan gap uçatıcı yok de. Eğer bu emrindeki özü, mena bu vacip olan bolsa, şu devirdeki alimlerimizdeki emmesi bu işini ergiz terk etmegen boludu. Bunu qaragan vaqtın özüde bu yerdeki emrindeki özü, bu yerdeki yalakı vücub emas, irşad. Yani bu yerde yol gösteriş. Yani iki tarafdaki otursa talaş tartış qilmaslikniki oldida alıngan yolniki en muhimi nima degan gap deydi o? Yani guvoh chiqib qo'yish deydi. Guvoh, hujjat, yani tafsili ahvolni yezib, mana buni qilib qo'yish deganlik bo'ladi deb olimlarimiz bu gapni deydi. Unda o'g'anda ekan savdo tijorat ishlari qavaqdagi o'zida mana hujjat qilishi ham agar imkon bo'lsa guvohchi ep qo'yish kerak. Bundak bo'lgan vaqtning o'zida ikki tarafning o'ttirisi talash tartish va kaza ishchi bo'lmaydi bu. Chang yaxshi bo'lgan bir ish. Endi bir ish savdo tijorat qilgan vaqtning o'zida mana bir odam bir savdoni qilib bo'lgan bo'lsa, uniki to'palab turib, uniki savdosini qilish. Bu qat'iy nima emas, bundan durust emas. Bu nima bu haram. Bu to'g'riliq Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem şuna deydiki mana İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhu rivayet qilib Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Peygamber sallam şuna degan. La yabi ahadukum ala bai'i akhihi. Men bu hadisni İmam Ahmed, İmam Nesai rivayet qilgan bir hadis. Bir Peygamber sallam şuna degan. Sizning biringlar yüzdeki qarindishiniki qilib bo'lgan savdosiniki ustiga bilib turib unda bir savdo ishini qilmasin deb Meni bunu İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhu rivayet qilgan. Endi yeni bir hadisda Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda bu Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivayet qilgan bir hadis. Şuna deydi Peygamber sallam. La yabiur raculu ala bey akhihi. Meni bir adam, men mu'min Müslüman degan adamniki o'zi
yüzniki birodarininki qilib bo'lgan savdosiniki ustiga yana men savdo qilaman, mancha pul beray, ancha pul beray deydigan bunda bir ishni cho qilmaydi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men buni cho shuna degan. Endi bu yerda savdoniki ustiga savdo qilishniki o'zi bu nima bu? Haram. Bu qat'iy nima emas, o durust emas. Bu yerda masalan savdoniki ustiga savdo qilishda masalan satqıcı tarafdan masalan depteki bu satqıcı mani 20 koyuk set buptu ekan. Arkadan berip yeni bir adam kipti yoki onu tövenge ma adamga men satqım kelmedi yoki bo'lmaydi. Bu nima ekan? Dep buptu men ma adamga 20 koyuk setib kelmaslik 19 ga beray ukam apul naql akilin. Dep bundaqan bo'lsa bu savdoniki o'zi savdochi emas. Bunda qilib qolganimiz bu haram. Yeni birisi keldi. Setib olg'uchi tarafdan masalan kelishibdi mesela setib olg'uchi tarafdan deptiki mesela bir adam bir malni setib yaptı. Setib olgan bo'lgandan keyin uçanın o'zida men 20 koyman setib olayman meningizda depti. O adam qo'pib bo'ladi degan gapni cho'q qilibdi. Qandan keyin shuning bilan yeni bir adam kelib yeni bir yerda mal tepib men 20 koygan mesela deyishgandan keyin uningki ustiga yeni bir adam kelib setib olg'uchi qo'pib men 22 koy berang deb meni mundaqan bo'lsa meni bu qat'iy durust bo'lmagan cho ish. Shuna bu olimlarniki ba'zilari bunda bir savdo bo'lgan vaqt o'zida bu savdoniki o'zi savdochi emas, bu batil deb bundacha qaraydi. Bu savdoning o'zi tutib bo'lmagan savdo. Bu tutib bo'lmagan savdo bo'lgandan keyin bu orqali qilingan foyda va hokazo kishniki o'zi bu yerda harom degan cho olimlarimiz bor. Endi ba'zi olimlarimiz endi shu qatorda Imom Shofiy, Imom Hanefi, yani Hanefi mezhepteki alimlerimiz bu savdo o'zi haram, ammo ashunda qilib qolsa bu savdochi yuraveradi. Ammo o adam yaxshi narsa haram narsaga aralashtirib yegancho bo'ladi deb meni ba'zi olimlarimiz shundoqcho degan. Unda u bo'lgandan keyin bir adam u narsani olaman deb bo'lgandan keyin ikkinchi bir odamniki xaridor kelishi bu qat'iy nima emas, o durustçu emas. Bu to'g'riliq yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki bir qancha hadisler var. Yani şu hadisdeki qatorda bir adam bir qizbalni olaman deb deyish bo'lgandan keyin uningki to'piga kelib qizlarni manga masala deb undaq nima bo'lmaydi, xaridorchi undaq loyiqchi bo'lmasin. Yine mu'min bo'lgan kishi degan hadisi var. Yine şu bir adam o'ziniki qarindishi savdo qilib bo'lgan bo'lsa, uniki ustiga kelib, men mancha pul beray deb undaqcha qilmasin, bu mu'minlarniki sifati emas degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki nemisi bor, hadisi bor. Unda o'g'adikan bundaq savdoniki o'zi qat'iy nima emas, durust emas. Agar ashunda bir savdoni qilib qolgan bo'lsa, bu qilgan savdoniki o'zi harom bo'ladi. Bu topgan foydaning o'zi harom bo'lgandan keyin u yeyotgan, ichayotgan narsaning hammasi haromdan ta'minlangan bo'ladi. Bunda bir ishniki mana bu qilishniki oldin elish uchun satqıcı adam bo'lgan bu shu molninki egisidan buni so'rash kerak. Boshqa odam bilan deyishdingizmi, deyishmadingizmi? Deyishgan bo'lsangiz mayli, deyishmagan bo'lsangiz ikkimiz boshqa deyishimiz deb bundacha deyish kerak. Endi bu maslahat nemisi bor. Ya'ni rasmiy savdo qilinmadi. İhtiyari bir holatda. Masalan, mani 20 koyga beray, mesela 300 koyga men beraman, sataman debdi. O adam qo'pib men 300 koyga aldığı adam oyunu pakay debdi. Oyunu pakay deb mutlaqan bo'lsa uçaq boshqa gap. Ammo 3 kunlik ichida ya 2 kun ya erta o'yinlik ichida deb uçaqan bo'lsa, undan keyin o adam yine gap qilmagan bo'lsa, uçaqda shart yo'qolib ketadi. Uçaqning o'zida anadikin vaqt o'tib ketgandan keyin odamniki o'zi uçağın üzerinden xaridor bo'lib, qanday qillar deb uçaq qilsa u bo'ladi. Uçaqda u bo'ladi. Yine bir salatdan bir adam mushu savdo tijorat masalasida ikki odam setibdi. Bunun yüzüde qanday bo'ladi desa, ashunda bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, bir adam bir narsa, ikki odam sotgan bo'lsa, u savdoniki o'zi birinchi qatim kim olgan bo'lsa, bu malniki o'zi savdo shu odamning bo'ladi. Ikkinchi qatim bo'lib qolgan bo'lsa, buni mesela vaqt, soat e'tiboridan belgili bo'ladi. Mana belgili bo'ladi. Anda o'g'andan keyin kim baldirgan bo'lsa, o'chaning o'zida shar'iy hesapta uçağın üzerinde bu avvalki kişi deb hesapçı bolu demdi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki bu doğruluk. Mene Samura razıyallahu ta'ala rivayet eden bir hadisi var. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna deydi.
Ve eyyuba reculun ba beyen min reculeyni fehvalil evvel minhuma. Degan Peygamber Sallallahu hadisi var. Kanda bir adam bir sodini iki adam satkan bolsa. Uçan özüde bu soda şu iki adamniki birincisi gibi oldu. Kim birinci katım soda kalıp soda pütüşüp hemen degan bolsa uçan özüde bu soda şu adamniki şu boludu degan men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu hadisi var. Anda oğan boğan diken bu sodini eğer açtak qilib qolgan bolsak bunuga diqqat qilishimiz kerak. Endi bir saldikin soda qilgan vaqtniki o'zida sodiniki pulini bir qadar avutib berish. Mesela bir adam soda qilgan vaqtniki o'zida mesela pulni naq olaman deb uni qism bo'ladi. Yoki bo'lmaydi pulniki yerimini hozir naq olaman, yerimni keyin olaman deb bunda qisma umumini o durust. Şu buma durust bo'lgan bo'ladi. Bu çünkü ikki taraf rozi bo'lsa bo'ladigan gap endi. Ikki taraf rozi bo'lsa bo'ladigan gap. Endi ikki adam ikki taraf kelishibdi. Mesela ma'ayning manchichilik, hozir men naqni beraman, ma'ayniki manchichilik ya falan ayning manchichilik ma'ni qog'ini beraman debdi. Beraman degandan keyin bu adam kelishdi. Kelishgandan keyin endi bu adam shu chog'ning o'zi talab qilib elish kerak. Ama şu adamın özü yeni itibar verip buptu men ma'ayning manchich kuni degandim men bir oy ya 2-3 oy men möhlet beren. Şu chog'da basilar desa, yeni u chog'ning o'zida bu sodiniki o'zi shar'iy tarafdan nima o durust. Yeni bir sada ekan, mushu satquchi setib olg'uchiniki o'ttirsa bidiklar bor. Bu bidiklarniki qilgan ishi durustmi, durustmi emasmi? Mana bu nima o durust. Mesela satquchilar setib olg'uchiniki o'ttirsa ikkisini kelishtirib qo'yib, shu orqali o odamniki o'zi foyda olgan bo'lsa, bu foydasi nima o durust. Bu foyda olgan vaqtdagi o'zidan bu adam aniq deyish kerak. Men meningizni 20 koy ya 1000 koy setib beraman, buniki ustini men foydalaman debdi yoki satquchi adam ashtaq debdi. Yoki setib olg'uchi adam bitiki debdiki, menga shu malniki o'zini 500 koyga eppe, 500 koyga eppesen men sana 50 koy berimen degan bo'lsa, uçaniki o'zida bu durust. Ama deyishmay turib, ishkini o'qitmay turib, uçanın o'zi yolg'on gap qilib uçanın o'zida mana setib olg'uchiga masalan deyishib o'qidi ekan, setib olg'uchiga masalan 50 ming koy sotgan deyishibdi ekan. Bu bidik o'ttirdi qo'pib masalan o'ymolik ishlar qilgan adamni qo'pib buni an o'qitmay o'yning egisi hozir 70 ming koy beraman dedi, 65 ming koy beraman dedi. Shuning ozi sotaman deb adamniki an o'qitmay turib mundaq bir foyda olgan bo'lsa, o'chan o'zida bu yolg'on gap qilish orqali olgan bu yerda foyda bo'ladi. Bu qat'iy nima emas, bu durustchi emas. Endi İki taraf endi bidikchilik masalasi pek bir muhim bir masalaniki o'zi. Hozir endi shu ikki tarafdagi o'zining bahosini o'qish kerak endi. Satquchi, setib olg'uchi. Ham satquchilarga o'zi kelishibdi. Masalan, meni 20 koy setib bera, uningdagi yuqorisi sen al yoki men evalay degan bo'lsa, o'chan o'zi 25 koy setib 20 koyni berib, 5 koyni yon chiqsasi u bo'ladi endi. O'chan o'zida u setib olgan odamga nima qilmay undaqan bo'lsa, bu sodiniki o'zi bu yerda qattiqcha durust emas. Endi yeni bir soda tijoratda yeni diqqat qilgan bir ishniki yeni birsi men majbur asosda qilingan soda. Ya'ni majburlash asosda qilingan bir soda bu qanday bo'ladi? Asli ilm setim masalasidagi o'zidan har ikkala taraf o'z ixtiyori bilan rozilik bilan bo'lishi kerak. Bu ilm setim tijoratniki ishida bo'chi shart bu. Endi bir adamniki o'zini hech qanday bir haqsiz bir malni setishga meni majburlabdi. Uçadı majburlabdi. Majburlagan bo'lsa, uçan o'zida u majburlagan o adamniki menidan haq oladigan hech qanday bir haqqi yo'q. Men mushundaq turgan o adam nima qilibdi, uni majburlabdi. Sen ma 20 ming ko'rmani satsan deb satsangmi bo'lmasa andaq qo'taman, mandaq qo'taman degan bo'lsa, uçaniki o'zida meni bu soda chigilmaydi. Nima uchun? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala illa en tekune ticareten en taradim minkum degan. Anda o adaki şu yılki sodiniki durust oluş için iki tarafdaki razılık buluş gerek degan. Anda o adaki bu yerde satqıcı adamniki o'zidagi razılık bulmagan degan. Bu sodiniki asosiy shartlarga birisi her iki tarafda razı ihtiyar bilan buluş gerek. Anda mecburlagandaki bu qat'iy nima emas, durust emas.
Hem yeni birisi gelmedeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki inneme bey'un teradin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Mene elim setim soğudu ticaret işi fakat razılık falan boludu diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki çoğu yedisi var. Anda o andaki bir adam yüzündeki yeni bir adamını haksız, onu da hakkı yok. Aşı merbul ben setip korkutup bozma adamın tep aşında ticaretindeki üze soğudundaki üze bu kattiz duruşçu emez. Hem de bu adam bu malındaki üzeni yani setişki mecbur olup kaptı. Mesela hakka bakken zaten o adamın pulu varken satkuçuda kazup kaptı. Sen muşunu sen milimini satmışsan bombaydı uçağda setiş arkalık uçağın üzerinde milimini benimki hakkımni ben alımen diyen bolsa uçağınki üzerinde bu uçağda o beyi dur soğan buludu. Beyi dur soğan buludu. Bu nime o duruz semdi. Hem de yüzdeki şahsi nemesi bu duruz. Şunun da hem de bu adamniki mal mulkiniki üzü umumu Müslümanlar menfaatliğen bir yer çıkıp kaptı. Mesela yol yasaydıgan, ya ki umum Müslüman halkın imkanı mescit yasaydıgan, ya ki doktorgan yasaydıgan, bunda bir yer çıkıp kalan bolsa uçağınki üzüde bana bunu mecburlap onun imkanımız sattırımız bu soğudunki üzü bu yerden im boğan boludu uçağın üzüde duruşçu boğan boludu. Ya ki bolmaydı o adamdaki üzü ayalı balı vakılır varken onunki nefkisi belgeli olmadı. Belgeli olmayan bolsa uçağın üzüde benim mahkeme tarafta şer'i, mahkeme tarafta kazi uçağın üzerinde onun üstündeki malını resmi tekşirip mal bulup kalgan bolsa onu mecbur sattırdı. Mecbur sattığındaki bu soğudu duruşçu boludu. Uçağın üzerinde setip anadikin bal vakıllarındaki nefkisi ve hakaza müştak kişilerge çok verdi. Bu tarafı duruz. Bu umumi, bu tarafta bu ahvelen mecbur asası setilip kalgan bolsa duruz. Ama o satkuçu, setuvağuçuniki iş kanına bir hakkı yok o satkuçuniki üstüde. Uçağın üzerinde korkutup ben mulk kıvalımen deyip uçağın mecburlap undakkan bolsa meni şer'i taraftan bu soğuduniki üzü bu yer kattini bulmaydı uçağın üzerinde duruşçu bulmaydı edemdi. Hem de mecburlap setiş bu muştak oldu ama mühtaç yup kaptı. Mühtaç yup kalan adam setişki mühtaç yup kaptandı. Satmışsa meni bulmaydı ki bazı adamlar özündeki kodudaki nesini kaza olup kaldı, ya bir iş olup kaldı, mundah bir cehdeden uçağın üzerinde özündeki kodudaki nesini setişka mecbur bulup kaldı. Uçağın üzerinde setip o normal bir bazardaki bahadın töven bunda bir setiş olup kaldı. Benim muşunda olup kalsa bu soğudu, kandak oldu. Eğer muşunda bulup kalgan vaktin üzerinde ben soğuda uçağın üzerinde onu duruz. Soğuda uçağın üzerinde duruz oldu. Depnem konumuz uçağın üzerinde karaymayız deydemdi. Hem de bu soğudaki üzü mühtaç olup kalgan diken aslında mühtaç olup kalgan diken o adamın üzü onu yardım kıdep yani onda çok kılması gerek. Yani bu yerde mühtaç olup kalgan boğan diken uçağındaki üzüde o mühtaç yüzüden o kişideki hakkı boğan diken uçağın üzüde bu satsa bu neymi boğan boludu uçağın üzüde duruşçu boğan boludu deydemdi. Hem de yeni bir soğudu var. Beyu telciye deydi o. Yani bu soğudundaki üzü. Mesela satkuçu adam ne? Aylık bir adam korkutup. Ya ki satkuçu adam eğer ben malımdaki üzünü adam satmışsam bana ziyankarlık kılışı benim mümkün. Dep aşı zalimdeki zulümden korkup benim ziyankarlık kılışı mümkün diyen uçağındaki üzüde benim muşundak soğudu kıpkagan bolsa bu soğudaki şartları, rukulları hemmesi doğru bir şekilde bolsa mı benim bundak soğuda beni duruşçu emez. Ne için? Çünkü bu soğudaki üzünü her ağuçıma hem satkışı adam ben satımen diyen maksette boğan şu işemez. Bu oynaşkandek bu kalan bir iş bu asas. Yine bazı adamlar deydi o bundak soğudaki üzü duruz diyen bundak neymi var? Alimlerimizin çoğu var. Yani bu maydı diyelim mi var? Bu soğudaki üzüle yani boludu diyen alimlerimizin çoğu var. Neymiş kal boludu deydiyse? Çünkü o adam mecburlap aşında korkup aşında kıpkası mı? Korkup aşında kıpkası mı? Çünkü o beyindeki rukulları olan, şartlı olan nesinin emmesi tepildi. Tepilgan boğan diken bu soda bu yerden boğan boludu. Duruşçu boğan boludu
deb bunda çok qaraydi. Yine bir soda ticaretninki yine bir nemesi var. Mesela setilgan narsaniki yüzüne ma'lum bir şart qo'yib berish. Mana bu qandoq bo'ladi? Mesela bir narsa bu adam setibdi. Satgan bo'lgandan keyin uniki ichidan. Mesela zeminni setibdi, buğday, un, yağ, görüşlerini müştahla setibdi yoki yezigelik mahsulotlarni müştah setibdi. Satgan vaqtning o'zida bu satquchi debdiki, shuning ichidan mesela 20 kilo yoki 100 kilo yoki 1000 kilo bir narsani ep qolaman, buning ichidan qolganini sotaman degan bo'lsa, uçaniki üzüde bu sodaniki üzüdür. Ama bu adam ep qolaman degan narsaniki üzüde muayyan uniki sifat kilo miqdori demagan bo'lsa, bu nima bo'lmaydi uçanın üzüde. Bu sodaniki üzü bu qat'iy nima emas, o durustçu emas. Yine bir sadadaki elim setim qavvaqtiki üzüde. Şu kamchilaydigan kamchan ham shuningdek bu shu jing masalasiga alohida diqqat qilish kerak. Endi 1 kilo degan bo'lgandan keyin 1 kiloni to'liq bir shaklda ado qilib satquchi odam setib oluvchiga meni berish kerak. Bu to'g'rida Allah Qur'oni Karimda bir qancha oyat bor. Bu oyatniki birisida va aful kayla val mizana bil qist. Ey mu'min musulmonlar, sizlar kamchanni va mizanni adolat bilan butunchoq qilib beringlar. O 1 kilo degan vaqtda 1 kilo olsun. Ya da jing'niki yosh tüp tuz olsun ya manda çok bo'lmasin. Unuga munda suv bir narsa kerak-kerakniki o'zini buna qo'rashtiradigan, uni qo'shib oladigan, unda bir ish bo'lmasin deb men bu oyat uchun shuna deydi. Yine bir oyatda Alloh taolo va aful kayla iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ve zalike hayrun ve ahsanu ta'vilan degan oyat bor. Yine bir oyatdan maxsus bir so'ra var. So'ra Vaylun deb ataladigan. Mana bu so'ra Vaylundaki bu so'radagi asosiy mazmun mushu kam jing bilan o'ynab bu odamning o'zi har xil hiyla ishlatish orqali 1 kiloniki o'zi kamaytib atadigan, buni kam beradigan munda bir ishni qilibdi. Mana qanday bir shaklda bo'lishni qat'iy nazar. Ya qani og'iz bo'yab, ya munda qilibdi, yana qilgan bo'lsa, bu qilishniki o'zi tüpti nima bu? Haram. Bunda qilib qolgan odam bo'lsa, mana bu yerda do'zaxga kirdi. Bunda Alloh taolo Qur'oni Karimda vaylul lil mutaffifin allazina izaktalu alan nasi yastafun ve iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin deydi. Bu oyatdagi o'zida kishilarga mena kamchallab mushunday qavvaqtni o'zida o'zi to'liq qoladi. Udan kamchallab basa ya jinglab bergan vaqtni o'zida uni kamaytib beradi. Men mushunday kishilarga mutaffif bo'lgan kishilar men bularga vayldan iboratdan do'zax. Bundan hali voy deydi. Bularniki hali voy degandan keyin, ya'ni bularniki ahvoli voy darajaga qator bo'lganligi bu do'zaxga kirdi bular. Bulardagi do'zax kirishdagi sababi shu haqqa kilolab beribdi ya jinglab kilolab kamchallab beribdi, kam qilib berganliginiki o'zi men do'zaxga kirishga sabab bo'ldi degan nima bo'ldi? Oyat bo'ldi. Undan bo'lgandan keyin bir narsani kilolab, jinglab, o'lchamlab narsa olgan bo'lsa, uni to'liq bir shaklda berish kerak. Her gün aldashqa, onu saxtikarlık, saxti işletişqa, onu göllashqa, bu qat'iy nima emas, o durust emas. Bunu çok to'g'ri bir şekilde, to'liq shaklda çok berish kerak. Mana ilm setim meselesi bu. Hamda ilm setim meselesi qolgan vaqtning o'zida, mesela 1 kilo, 2 kilo olgan vaqtning o'zida satquchi odam jingniki yuzini, mesela 1 kilodan sal jiqaroq berishga bo'ladi. Mesela 2 kiloni mesela 10 kilo olgan bo'lsa, o adam satquchi adam qilib 2 kiloda mesela 2 kilo mesela 10 gram ya 15 gram qilib bersa, yaxshi ish. Bu nihoyat pek obdan bo'lgan cho ish. Bu hech qanday vaqtda o'zi durust bo'lmagan ish cho emas. Ilojkim bor, o'shiroq berishi har gün kam qilib, undaq o'lchamlab, kesib yoki nima undaq berishga meni qat'iy nima bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Bo'lib shu ilm setim masalasiniki o'zida oldingi darsimizda dedik, keng qo'shaq bo'lish kerak. Bak adedin chin undaq bo'lmaslik kerak. Bu to'g'rida mana Imom Buxoriy, Imom Turmiziy
Cabir radıyallahu ta'ala'nın rivayet ettiği bir hadisi var. Şu hadiste men şuna deydi. Peygamber sallallahu şuna degan. Rahimallahu raculan samhan iza ba'a ve iza ishtara ve iza iqtada. Allah Teala kengir qo'saq, muomalada kengir qo'llanadigan bir odamga Allah rahmat qilsin. Ey Allah bu odamga rahmat qilsin. Qachonki bu odam setva sassa, setvasa ve qachonki qaz meni söylab, qaz bersa, qaz olsa, meni bu odam qanday qiladi shu ishlarda kengir qo'saqlik qilib, kengirchilik muomala qiladi. Meni mushuk kishilarga Alloh taolo rahim qilsin, ham Alloh nima qiladi? Rahim qiladi deb meni Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan Cabir radhiyallohu ta'ala uchun rivoyat qilgan. Anda bo'lgandan keyin bu savdo va kaza ishlarning yuzida bir qadar kengri bir qadar ozoda muomala qilish kerak. Bak chinqab adadin ziyoda bunda qilitish bu degandek mo'min musulmonlarga nisbatan bak qattiq qo'l bo'lib, bak ching bo'lish bu islom dinidagi musulmonlarga nisbatan bu degandek loyiqchi emas. Qanchaki kengri bo'lsak, bo'pti qo'yib bersak, kishidan qo'shib bersak, mana bu nihoyat beklimi yaxshi. Yeni bir ilim setimninki ishininki yeni birisida meni aldash orqali sotadigan, masalan, tijorat va buni aldash orqali degan, masalan, setilgan narsadagi sifatlari va uningdagi bo'lgan alohida xususiyatlarini uni suqib, uni bilmaydi deb uni ko'zini bo'yab sotadigan bu nima u setish. Mana bu setishdagi o'zi tubda nima u harom. Mana islom din bu ishni qat'iy nima qilgan? Toskan. Bu qat'iy nima emas, o durust emas. Mayli qanday bir shaklda bo'lsin. Aldash shaklda, qo'yish shaklda, mana bizning rayonlarimizda Uyg'urniki o'tirsa qo'yvat desa, nihoyat o'zi faxrlantirib boshqa deydigan bir nima bor, cho'ng gunoh kabira. Bu satqa vaqtning o'zida satquchi odam qanday bir o'zining aynini demay, qo'riqni yo'l qilib yoki qo'riqqa suv qo'shadigan, mana suvni qilib qo'yadigan yoki chiroyliqni sirtga chiqarib nachirini aql qilib qo'yib yo taxtga yushirib mushunda qilib qo'yishniki yuzi nima bu? Aldash olgan bo'ladi. Qizli ko'zli qilgan bo'ladi, qo'yganlik bo'ladi. Bu ilm setimniki o'zi bu yerda nima u? Bu yerda harom. Bu qat'iy nima emas, u durustchi emas. Şunu bunda bir işinki üzüde aldamçılık kılınan işinki üzü mümin Müslümanlığa nispeten men mümin meniki vücudumda iman var men Allah'ınki barlığı işini men Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü ölgendeki terilip şu dünyada kalan her bir işinki üzüde men cevap vermen deydiğin adamniki bunda aldaş kuyuş ve bu katli nimemez o köz boyamcılık kılıp bunda ticaret kılışınki üzü haram. Bu qat'iy nima emas, bu durust emas. Buni nima qilish kerak? Diqqatli qilish kerak. Endi ilm setimniki yeni bir nemisi mushu ilm setimda majhul biz hamda oldingi darsimiz setilgan narsaniki miqdori, sifati, uniki alohida xususiyat aniq bilish kerak. Uni setib oluvchi odam aniq bilish kerak dedik qanday. Unda bo'lgandan keyin bu setilgan narsaniki o'zini majhul. Bunda bir narsa bo'lib qolsa bu qat'iy nima emas, bu durust emas. Mana shu qatorda Arab jahiliyat davrida bunda bir tijorat savdoniki nimasi bor ekan. Yani bir odam masalan bir zaminni yo bir narsani ko'rsatib turib deydi ekanda, men toshni otaman, otgan tosh nega tushsa, shu yerninki shu yer tushgan yerning mush tarafini men manch pul olaman, anch pul olaman deydigan bunda bir odat bor ekan. Bu odat qahni aldash savdosi bo'lgan bo'ladi. Agar mushunda bir savdib qolgan bo'lsa, bu qat'iy bo'lmaydi, durustchi bo'lmaydi. Buni o'xshaydigan har xil, masalan, rayonlarimizda, hozirgi zamonimizda har xil shakldagi savdo tijorat nemasi bor. Agar bunda bo'lib qolgan bo'lsa, bunig'imi diqqatli qilish kerak, buni saqlanish kerak. Endi savdo tijorat qavaqning o'zida, masalan, suvga cho'kib yurib, mundaq bir qiladigan bir savdo tijorat ishi bor. Masalan, davomli beliq tutib nim qiladigan. Bu chaqdagi o'zida tutqichi, beliq tutqichi odam debdiki, men beliq tutqichi odam mening mahoratim bor. Men o beliqni men setib beraman, tutib men sana setib beraman 20 koy desa bu durust emas. Chunki bu odamniki usti bo'lsin,
Lekin o adam şu beligini tutamdı, tutmamdı, o adamniki belik yerde turamdı, tutmamdı, onu tapşırıp veriş gücü, kudreti bu yerde çoğu yetmeydi. Bu katli emas, bu duruşçu emas. Yeni bir ticaretniki üzüden, mene satılgan narsadaki üzü malumatı mene enik buluş gerek degan. Mene malumatı satqıcı hem setib algıcıdan hem o narsadaki üzü o adamning qo'lida amaliyotda buluşçu, aş meclis buluş gerek degan. Anda o andakin yok bir narsadaki üzü setiş bo'lmaydi. Şu qatorda mesela chorvachilik rayonlarda bo'lgan ishkan, mesela qo'shig'idagi ban yoki qo'shig'ida yo'q, buningdagi tug'moqchi bo'lgan. Mesela ma qo'yniki mesela sortli qo'y ya sortli kalan. Bu kalanda nima yo'q? Yani qo'shig'ida yo'q. Qo'shig' yo'qtirgan mas kalaniki qo'shig' tug'moqchi buningdagi tug'di. Men bu qani akib nima qilsam, men buni manchuplik sotaman. Ya anchuplik sotaman desa bu qat'iy durust emas. Bu yani durust olmaydi. Bay'un nitaj deyildi. Bu qat'iy durust olmaydi. Yani şu adetdeki üzüde mesela ma tögününki qo'shig'idagi balisi va u tögünün qo'shig'idagi balisiniki qo'shig'idagi balisini sotaman deydigan ashuna bir odat bor ekan. Men bunday bir odatni islom din meni qat'iy nima qildi, uni xatochi, durustchi qilmadi. Meni bunday bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, bu choniki o'zidan bu yerda qat'iy nima emas, bu yerda durustchi emas hamda. Endi yeni bir savdo niki yeni bir iş varken bizdeki ticaret işlerimizi bu iş bulmamdı. Yani o çağındaki yüzde bolgan bir savdo ticaret ilim setimdeki yüzde mandak olacak iken. Benim kolumdaki dersine sen at sen, men atı ben. Muşni müştak işkisi ticaret kıldı, savdo kıldı dedikken. Bundak savdoniki yüzde bey'un münabazat yani yetişip kıldığın savdo değildi. Bu kat'i dursamaz. Çünkü bu adam cık atamdı, o adam cık atamdı. Bu çanın üzerinde bu dursamaydı. Bu ya da ihtilaf kip çıkıyordu. O çanın üzerinde bu ihtilaf çıkkandaki talaş tartış kip çıkıp onunki yukarısı andaki birbirisi öldürüş meselesi kip çıkıyordu. Bu kat'i bu ya da duruşçu emez. Yeni bir sıradakin bey'ul muhakkala deydi. Bu dihançılık asas kartılgan bir gap. Bunu da mesela bu ziraat, yetizlik ziraatte mesela buğday, konak, afa, gürüş aşağıda bağlansın. Ben maşa bir moyadaki bu görüşne yak buğdayını ben 20 kilo ya 100 kilo ben satıman dişiniki üzü bu kat'ini emez o duruşçu emezsemdi. Buna dikkat çok kılış gerek. Yine bir sadedeyken meyveniki üzeri. Tek o meyve tek o derahniki şu tek çiçeklemey turup aşı tuğan meyveniki üzerine aşında setip atılan bir nemi var. Bu setip atılan nersiniki üzü bu katliço dursamaz. Yeni bir soda nemisi var. Bey'ül muhadara deydi o. Mesela seköktat binas kerehlerinin meyveçi ve aşı nas kerehlerinin üzü işletkidek dereceye yetiştim burun setip atılan. Yani yetiştim burun setip atılan bunda bir iş. Yani bu yeşil meyveçi deydi bu yerden. Bunu setip atılan bir iş bu duruşçu emas. Ama şu yeşil meyveçivindeki üzerinde yeşil meyveçivindeki üzerinde mesela satılan, setip atılan bir iş varken. Mesela go'risini pişmay turib go'rini yeydigan bir odat bor deb bazı yerlerde. Mesela yürük, onundan başka badam, onundan başka şaptala deganidek bu narsa texi aş go'risi turib go'rilik odati ekib bozorga sotadigan ish. Agar bunday bir odat ama oshni olmaydigan bo'lsa u bo'ladi. Ama bu pishmay turib texi uni yemigidek darajada turib men bu shaptani men sotaman deb texi o pishmagan ya sero sag'irmagan ya kichkina rang kirmagan bundaq vaqtniki o'zida mana bu setib etishniki o'zi bu yerda qat'iy nima emas, u durustchi emas. Mana shuniki qatoridan bir qo'yniki tögününki dümbüzdeki joni setiş bu dursamaz çünkü mebiniki özü tapşırıp veriş, yani imkan tapşırıp veriş satkucu adam, yani bu iş gerek dedi. Yeni bir sigara deyken bu yalak sütünki işçideki kaymağını satıman, benim sütün içi kaymak mançpol deb, ama bu sütün içi kaymağınki kilosu 1 kilosu mançpol alıman dese o buludu. Ama ma sütünki işçideki kaymağını ben 5 kilo satıman. Qancha kilo chiqsa mayli desa bu nima bo'lmaydi, o'chani o'zida bu to'g'richa bo'lmaydi. Shuning ichida mana
bu qo'shiqni hayvonniki bolasini qo'shiq ichidagi hayvonniki o'zini mana bu setish bu qat'iy nima emas, buningdan durustchu emas. Mana bu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda shuna bir hadis borki, ahli jahiliyatlar bu to'yguniki go'shtlarni ashu yiliqi balasiniki ichidagi go'shtni sotgan bir odat bor ekan. Bu ishni payg'ambar alayhissalatu vassalam buni uchun to'sqan. Mana bu to'sishniki hammasi nimaga gapirdi? Setilmoqchi bo'lgan malniki yuzniki majhul ekanlikka ham shu orqali ikki tarafdagi talash tortish ekanlikka, urush talash ekanlikka apirdigan bir masala. Shu yuqoridagi narsaniki hammasiniki bu yerda bizniki durust bo'lmaydi deganimizdagi sababi-chu u. Bizdeki hozirgi dersimiz meni mushagichlik bo'lsin. Yeni bir qator yine ko'rishkichlar har birini Allohga omonat qildik. Hammamizni Alloh taolo savdo tijorat va hokazo ishqa vaqtning o'zida Qur'oni Karim, hadis Rasululloh shariati islomda nima degan bo'lsa, shu bo'yicha amal qilgan haqiqiy omin, tojir, siddiq kishilarning qatoridan qilsin va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.